Agar sizlar hijoblanishning hikmatlaridan biri hijob jamiyatda fitna fasod va shahvoniylikni cheklaydi desanglar, undaqda nima uchun jalbkor bo'lmagan ayollarmi hijoblanadi? Nima uchun yashnab qolgan ayollarmi hijoblanishi kerak? Biz bu savolga javob berish uchun avval muhim bir nuqta haqida to'xtalishimiz kerak. U bo'lsa-mu insoniy tabiat. Nima uchun? Chunki insoniy tabiat birinchi moddiy borliqdan, ikkinchi hayvonotlar olamidan, uchinchi avtomatlashgan uskunlardan ayrim bir mavjudlikdir. İnsan boshqa mavjudotlardan butunlay farqlanadigan, o'xshashi bo'lmagan bir maxluq. Her bir kişinin özü xas bo'lgan yakki xususiyatlarga ega ekanligi ma'rif psixologiyasida insonlarning xilma-xillik haqida egallagan ma'lumotimizdir. Men bu kasbni Kuvayt universitetida Arab dunyosidagi psixologiya mutaxassislaridan biri bo'lgan doktor Raja Abu Allamining qo'lida o'qigan edim. Uning bu vaqtda doktora Najiya Sharif bilan yozgan bir kitobim bor. Biz hammamiz insonlikda o'rtoqlikqa ega, ammo bu yerda yakki farqlar mavjud. Psixiklik farqlar, aqliy farqlar va jismoniy farqlar. Bularning hammasi bizning ijtimoiy aloqamiz va xarakterimizda yakki farqlarning o'rtaga chiqishida aks etadi. Bu nuqta nima uchun shunchalik muhim? Chunki biz qonun chiqarganimizda mayli u madaniy qonun bo'lsin yoki shar'iy naslardan yakunlab chiqarilgan qonun bo'lsin, cho'qim u qonunning jamiyat kishilarining hammasini o'z ichiga oladigan, hammasiga mos keladigan umumiylikqa va abstraktlikqa ega bo'lgan, jamiyat a'zolarining hammasiga o'xshash bir saviya tatbiqlana oladigan elastiklikqa ega bir qonun bo'lishi lozim. Buning uchun shaxslar orasidagi xarakter o'xshamasligi, kishilarning madaniyat saposi va mizoj farqi qatorliq bir qator o'xshamasliklarga farqli muomala qilmasligimiz kerak. Bir qonunning rasmiy shaklda qonunlik salohiyatiga ega bo'lish uchun umum xalqqa o'xshash bir saviyada tatbiqlanishi kerak. Shunda u qonun hammadan bo'ysunadigan qonuniy inovatga ega bo'ladi. Shu vajin islom qonunshunoslari qonun haqida buni qoidani o'ttirib qo'ygan. Mutlaq yuqori ehtimollik jazmiyat o'rnida muomala qilindi. Ya'ni shariatdagi amaliy tatbiqotlarda yuqori ehtimollikka ega bo'lgan masala qat'iy jazmiyatga ega bo'lgan masalaning hukmini oladi. Bu orqali kichik shaxsiy masalalarni bir hukmni jug'lash, temini sabitlikka ega qilish va muqimsizlik va qo'sh o'lchamdan saqlanish nishoniga yetkili bo'ladi. Masalaning texnik ro'shanlashishi uchun amaliy bir misol keltiraylik. Haroq. Kishilar haroq masalasida bir saviyada emas. Chunki kishilar badan saposi, bardoshlik berish kuchi va haroqning ta'sirini ko'tarishchanlikqa o'xshagan taraflarda o'xshamagan yakki farqlarga ega. Biz hammamiz haroqning harom ekanligiga shak qilmaymiz. Undaqda biz bu hukmni tatbiqlash bosqichiga kirganimizda va kishilar orasidagi yakki farqlarga markazlashib olganimizda tuvandagidek masalalarga duch kelamiz. Kishilarning badan saposi va mizojining o'xshamasligiga ergishib, ma'lum birining bir rumka bilan g'arq mas bo'lib ketganligini, yana birining bir qancha botilka ichkiniga qaramay azroq mas bo'lganligini, birining birla mas bo'lsa, 1-2 kunda ondan maslikini yeshilganini, yana birining 2-3 soatli yeshilib ketganligini ko'ramiz. Natijada oyiq chiqmas tafsilotlar ichida yo'limizni yo'qotib qo'yamiz va mangu bir hukmni tatbiqlash maqsadiga yetolmaymiz. Shuning uchun haroq ichishning hukmi haromdir. Bir kishining haroq ichishi bilan mas bo'lmasligi bu hukmni o'zgartirmaydi. Chunki bu qat'iy, sabit va hammaga istisnosiz tatbiqlanadigan bir hukmdir. Yana bir amaliy misol. Qizil chiroq. Qizil chiroqni bosib o'tish barliq yo'lovchilar uchun qonunsiz bir qilmish. Ammo nihoyat aqlliq, bilimlik, qonunga intayin rioya qiladigan danglik bir professor agar bir kun bomdod namozidan ilgari hech qanday qatnash yo'q yo'lga chiqsa va hodisa chiqish ehtimollik 0% bo'lsa, mana bu xil holatda qizil chiroqni bosib o'tsin bu qonunsiz qilmish sanaladi va qatnash kuzatish kameralari tarafidan xotirlanib bir taraf qilinadi. Demak, ehtimolliklar jazmiyat o'rnida muomala qilinadi degan bu qoida madaniy qonunlardami, shar'iy qonunlardami o'xshash shaklda qo'llaniladi. Ammo ba'zi istisnoi masalalar bor-ku. Shundoq, istisnoatlar o'z o'rni, vaqti va hajmiga ko'ra muomala qilinadi. Sekularizmchilarning yoki ilmonizmchilarning xatoligi. Ularning eng chong xatoligi, ular doim istisnoatlar va o'tkinchi nodir masalalardan umumiy qonun tuzib oladi.
Masalan, bir taqvodor musulmonlar ko'p bo'lmagan bir shaharga safar qilib, bir oshxonada tomoq yeb qoladi. Tuyuqsiz geliq tomoq turib qilib, o'lay deb qolgan bu ahvolda faqat yon ustaldagi aroqdan boshqa ichimlik topolmaydi-da, o'lib qolmaslik uchun shu aroqni ichib, geliq turib qolgan tomoqni yutib oladi. Bu xil ahvolda u kishining shu vaqtliq xususiy zaruriyatini chiqish qilib turib, oldidagi aroqdan geliq turib qolgan luqmani yutishga yordam beradigan miqdorda ichish durust bo'ladi. Mana mush xil alohida o'tkinchi va nodir hodislarni umumiy qoidaga kullab chiqarish aqlga muvofiqmi? Shuningdek, hijob hukmlariga o'xshash shar'iy hukmlarga muomala qilganimizda kishilarning zavqi, go'zallik qarashi, mizoj xarakteri, psixikalik holatiga o'xshash yakki xususiyat va o'xshamasliklariga qarab farqli muomala qilish to'g'ri bo'lmaydi. O'xshi bo'lmagan insondan iborat bu maxluq va uning hissiyotlanish masalasi hayvonotlar dunyosining tubdan farqlanadi. Bu hayvonning juftlashish vaqti bu faslda bo'lsa, ma'lum turli qushning juftlanish mezgili yana bir mavsumga to'g'ri kelishi mumkin. İnsan qabul qilgan tarbiyasi, ijtimoiy holati, amaliy realligi va tanlash ixtiyorliklariga ko'ra hissiyotini va qarshi tarafga bo'lgan qiziqishni qo'zg'ay oladigan va kontrol qila oladigan birdan-bir jonliq. Shuning uchun hijoblanish barliq musulmon qiz ayollar uchun farzdir.